Bugungi videoda mana shu ekranlaringda ko'rib turgan barcha BMWlarni mana shu yo'ldagi to'siqlardan o'tkazaman va qaysi biri omon qoladi va qaysi biri to'siq xavfliligini bilib olamiz. Va videoning oxirida esa mana shu 3 ta BMWni shu TNTlar ustida portlatib yuboramiz. Albatta videoni boshlashdan oldin videoga like bosing, obuna bo'ling va unda men videoni boshladim. Xo'sh, barchasi yaxshi va deyarli barcha ishlarim tugadi va meni tashqarida kutishayotgan edi. Nimaga bilmadim-u, lekin hammasi yaxshi degan umiddaman. O'xayo barchaga salom obunachilar, sizlar bilan men O'trik va bugungi yangi video roligimga xush kelibsizlar. Albatta videomizni boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib va qo'ng'iroqchani ham yoqib qo'yishni unutmang. Unda men video rolikni boshladim. Xo'sh obunachilar, bugungi video rolikda yana har doimgidek o'zimizning ishlarimizni qilishdan birinchi bo'lib boshlaymiz. Tashqariga chiq. To'xtanglar. Bular qanaqa mashinalar bo'ldi? BMWlarmi? Yo-mayo obunachilar, bular qayerdan? BMW lime rangi, ko'ki, oranjiviy rangi, ya'ni sabzrang, rang, oq, qora. Yo-mayo obunachilar, shuncha 6 ta BMW bu qayerdan keldi? Bu kimning BMWlari o'zi? Qishloqda qanaqadir narsa bo'lyaptimi-kan? Yo-mayo, bular nima bo'ldi? Hozir ko'ramiz. Yo-mayo, tursin, shuncha mashina qayerdan keldi? Oho, BMWlar. Yo-mayo, bular buncha ko'p. Qara hammasimi? Yo, mana buni qaranglar obunachilar, hammasi bir tekisda qo'yilgan hozir mana. Mana bunday qilib ko'rsam, qaranglar, hammasi bir tekisda chiroyli qilib parkovka qilingan obunachilar. Suvda hammasini o'zining rangi o'ziga moslab qo'yilgan ekan. Yo-mayo, mana bu nima bo'ldi? Oho! Voy, jinursin bu mashinalarning ko'pligini. Nima bu yerda TNTmi? Voy, mana shu mashinalarni TNTda portlatamiz obunachilar albatta. Assalomu alaykum mer, yaxshimisiz? Salom O'trik, yaxshimisan? Xush kelibsan bugungi challenge'imizga. Rahmat. Baqir-chaqir qilmavermang. Nima gaplar? Tinchmi o'zi? Hammasi yaxshi. O'zing yaxshimisan? Ha, yaxshi, rahmat. Nima gaplar o'zi? Ishlaringiz yaxshimi? Bo'lyaptimi? Hammasi yaxshi. Men seni tabriklayman. Sen bugungi challenge'da qatnashasan. Agar sen barcha mashinadan teng chiqsang, ana shu 6 ta BMW senga. O'sha uyimning oldidagimi? Albatta, hammasini sen qo'lga kiritasan. Faqat mana bu yerdagi mashinalarni obunachilarga test drive qilib, shu yo'llardan haydab ko'rsatishing kerak. Va oxirida 3 ta qizil BMWni portlatib yuboramiz. Voy, juda ham zo'r kontent bo'lar ekan. Bo'ldi, men roziman. Unda mayli, hozir uyimga boraman va keyin qaytib kelaman. Yo-mayo obunachilar, hozir uyga borib, mana bularni tashlab kelaylik. Kerak emas bizga hech narsa. Va agroddagi barcha ishlarni ham qilmay qo'yamiz, chunki mana bunaqa muhim ishlar turganda agroddagi ishlarga nima bor, to'g'rimi obunachilar? Xo'p, sizlar nechinchi sinfsizlar va necha yoshsizlar? Shuni ham kommentariyaga yozib qoldiringlar va meni telefonda ko'rasizlarmi videolarimni, televizordami, nimada ko'rasizlar? Albatta kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmanglar. Xo'p, olmalarni olamiz, chunki lavadan o'tishda kerak bo'ladi obunachilar. Mayli, unda birinchi bo'lib mana bu suvdan boshlaymiz. Aha. Demak, xo'sh. Hozir men sizlarga bitta fokus ko'rsataman obunachilar, qaranglar. 1, 2, 3 obunachilar. Qaranglar, qo'limda shuncha olma, buni yeb olamiz, bilib bo'lmaydi, o'zimizga zarar yetkazmaslik uchun. Va biz BMW ga o'tiramiz va birinchi yo'ldan test drive'ni boshlaymiz. Albatta, avarinkani yoqib olamiz. Va obunachilar, qani let's go. Xo'p, sekinroq haydaymiz, chunki mashina uchdi. Yo'q, uchmabdi. Wow! Drift obunachilar, drift. Yo-mayo. Dahshat, BMW baribir nomer 1, to'g'rimi obunachilar? Sizlarga BMWmi yoki Merz? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Tushunursin, bu BMW juda ham a'lo darajada o'tdi. Shuning uchun mana bu yerga qo'yamiz va mana shu yerda turaveradi obunachilar. BMW bu yo'limizdan bemalol o'tdi va juda ham o'zini a'lo darajada ko'rsatdi. Ana endi esa lavali yo'lda, lavali BMW da o'tamiz obunachilar. Nima deb o'ylaysizlar? BMW chita oladimi yoki yo'q? Men o'ylaymanki BMW chita oladi, chunki BMW juda ham baquvvat va juda ham zo'r mashina. Va 1, 2, 3 qana let's go obunachilar. Qo'y jinursin, o'tyapti obunachilar, qaranglar. Men yonyapman faqat, to'g'ri. Nima, motor ishlayaptimi? Da obunachilar. Lavadan o'tsa ham motorlariga hech narsa qilmadi, balonlariga ham. Davay, yana bir marta o'tib ko'ramiz. Davay. Oppa. Baribir ham hech narsa qilgan yo'q, chunki bu baribir ham BMW obunachilar. Yo-mayo, BMW nomer 1. Mayli, nariyoqqa haydab o'tamiz yana. Wow. Juda ham dahshat, to'g'risini aytsam. Bo'ldi, demak mashinani mana shu yerga shuni qo'yamiz va bu mashinamiz ham bemalol bu yerdan o'tdi.
Bu menga yoqdi. Bitta suvga tushib yuboramiz chunki yonyapman. Hoppa obunachilar, buni ham eshiklarini ochib qo'yamiz. Juda ham yaxshi. Mer, hozircha ikkita mashina tayyor. Juda ham ajoyib aytib qo'yamiz va bu slime, qaranglar, lime'lar bor-ku, batutga o'xshagan narsa bor-ku, slime bloklar. Mana shularda endi sinab ko'ramiz omadimizni. Hop, batutda bitta fokus ko'rsataman. Qaranglar obunachilar. 1, 2, obunachilar, davay. Let's go guys, let's go. Suvga tushamiz. Va jin ursin, suvga tusha olmay qoldim. Mayli obunachilar, zato biz mana shuni ustida sakrab ko'rsatdim sizlarga albatta. Yoqqan bo'lsa kommentariyaga yo'qdi deb yozib qoldiringlar. Ana let's go. Bizda vaqtimiz kam va slime blokdan haydaymiz. Adashmasam normalniy to'g'rimi bemalol o'tadi-yu. Ha, bemalol o'tyapti. Avarinkalarni yoqib qo'yamiz. Mashina bemalol o'tdi. Davay orqachasiga ham bitta haydab ko'ramiz. Orqachasiga ham bemalol qiynalmasdan o'tyapti. Demak, bu ham BMWga hech narsa emas va BMW shunchalik ballonlari yaxshi sifatligidan slime bloklarga tiqilib qolmayapti. Demak, bunaqa degani loylarga ham tiqilmaydigani. Bu juda ham ajoyib obunachilar. Mayli, davay, buni ham eshiklarini ochib qo'yamiz va yana bitta olma yeb olamiz. Chunki mana bu bizga nimalar olib kelishini bilmaymiz. Chunki qaranglar, usti juda ham g'alati turibdi. Shuning uchun oq BMWchamizda oq joydan o'tamiz, eshikni yopamiz. Adatoshi va qani let's go. Yo-mayo, bu nima o'zi bu? Va g'alati. Mayli, orqaga ham bitta haydaymiz, lekin baribir ham BMWga hech narsa qilmayapti. Nima, BMW teshilib ketish kerakmidi bunda? Yoki boshqa narsa bo'lish kerakmidi? Tushunmadim nima bo'lishini, lekin BMWmizga hech narsa qilmadi. BMWmiz soppa-sog' obunachilar. Endi mayli, mana shu yerga sekin qaytarib, adushi mana shu yerga parkovka qilib qo'yamiz obunachilar. Buni ham ajoyib va juda ham chiroyli mashina, to'g'rimi? BMW qaranglar baribir. Mana bunday qaranglar, mana bunday. Mana obunachilar qaranglar, qanday chiroyli mashina bu. BMW-ku axir bu. Yaxshi. Endi mana bunaqa temirlarning ustidan o'tishimiz kerak ekan. Balon teshadimi yoki yo'q ko'ramiz. Adashmasam buni qaranglar, juda ham xavfli temirlar-ku axir bu. Armiyalarga qo'yiladigan hamda xavfli hududlarni o'rashda ishlatiladigan temirlar. Let's go. Oho, balon teshiladi 100% obunachilar, ishoninglar. Va nima, balon teshilmadimi? Orqaga ham haydab ko'ramiz. Mayli, orqaga. Tez haydaymiz. Yo'q, tez haydasak ham, sekin haydasak ham buzilmayapti. Ya'ni teshilmayapti balonlar obunachilar. Yo-mayo, BMWni lekin bunchalik chidamliligini bilmagandim. O'zi lavaga chidagandan ham bilsalaring bo'ladi qanchalik chidamli va ajoyib mashinaligini obunachilar. Mayli, unda bu yoqqa olamiz mashinani va juda ham ajoyib eshiklarini ochib buni ham tayyor qilib qo'ydim. Va bu yerda bizda sabzi rang, jigarrang mashinamiz, ya'ni BMW avtomobilimiz mana bunaqa tog' shabbalarning ustidan o'tish kerak ekan. Davay. Bu ham muammo emas. Buni ham ustidan o'tamiz. Bu adashmasam dunyodagi eng qattiq va eng zararli shox shabbalar obunachilar. Chunki oddiy shox shabbalarni bu yerga qo'yishmaydi. Bu yerdan ham bemalol easy o'tib oldi obunachilar. Men sizlarga aytsam, mayli, mashinani orqaga qaytaramiz. Juda ham ajoyib. Va bu yerga mashinani eshiklarini yana ochib qo'yamiz. Juda ham ajoyib. Barcha mashinamiz deyarli hamma to'sqinlardan o'tyapti. Bu haqiqatmi? Yo'q. Haqiqiy ekan. Qaranglar obunachilar, menda prosta mana bu effekt borligi uchun jonim ketmayapti, lekin bu haqiqiy kaktuslar ekan. Mayli, unda srazi bu mashinani ham haydaymiz. Tez. Opa. Balki ustida ozgina turamiz obunachilar mana. O'zlaringizdan so'rasak, nimaga obunachilar, tinchmisizlar, o'qishlaring bo'lyapti? Mana mendan so'rasalaring tinch, mana. Kaktus ustida turibmiz, boshqa ishimiz yo'q. Mashinani ozgina kaktusning ustiga qo'yib qo'yamiz. Nursan, menga eng yoqmaydigan narsa mana shu-ku. Xo'p, zo'rg'a chiqib oldim obunachilar. Bu chiqqanimcha 15 minut vaqtim ketdi, shuning uchun buni haydab olib qo'yamiz. Mashinaga hech nima qilmadi. Balonlari ham teshilmadi. Boshqa joylariga ham, moylariga ham zarar yetmadi obunachilar. Ya'ni moylar teshilmadi demoqchiman. Endi bu baribir tikan-ku. Zo'r narsalar, yomon narsalar shu yerda bo'ladi. Mayli, endi bu bizning eng sekinlashtiruvchi o'rimizda yana bitta oq BMWmiz va bu yerdan o'tamiz obunachilar. Qancha vaqt o'tamiz, yani bilmadim-u. Lekin buni men sal orqaroq qo'yib qo'ymoqchiman. Yo'q, aldadim. Va men buni tez kelib turib qilishim kerak obunachilar. Unda tiqilib qolmaymiz va qani olg'a. Yo-mayo, ajoyib obunachilar. Bu yerdan ham bizning BMWmiz a'lo darajada o'tib oldi. Bo'ldi, bu yerga parkovka qilib qo'yamiz yana. Bo'ldi, mashinadan tushamiz hamda eshigini ochib qo'yamiz va bizda eng yana bitta temirli yo'lda qora BMWmiz va oxirida mana bunaqa let's down, nima bu? Jin ursin. Bu yer balon tiqilib qolishiga bo'lsa kerak, buni bilmadim. Mayli, davay, let's go obunachilar. Opa. Sekin. Bu qora BMWmiz qanday seryoznroqmikan-a?
Raylar qaniydir qora ben va seriozroq ko'rinyapti menga. Bu oxirgi yo'l qanaqa bilmadim, lekin siyoh rang mashina qo'yib qo'yishgan qizil yo'lga sababini bilmadim. Hozir ko'rib chiqamiz obunachilar. Juda ham ajoyib yo'l. Bu yerda esa TNT'lar obunachilar. Bu yo'lni barchasini portlatamiz. Sizlar uchun hammasini men qilyapman. Shuning uchun videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, albatta kommentariyaga fikrlaringizni yozib qoldiringlar, omad deb obunachilar. Davay. Let's go. 1 2 bunday qilamiz. Mana bunday qilamiz. Obunachilar tayyormisizlar? Qani let's go. Bu oddiy yo'l. Hozircha hech narsa qilmayapti, to'g'rimi? Da oddiy yo'l vurdi. Da oddiy yo'l. Lekin nima bu cho'kib ketdi mashinamiz? Voy jinursin. Mashinamiz qanday cho'kib ketdi obunachilar? Endi bu yerdan nima qilamiz? Ha, mayli. Oxirgisidan qandaydir o'tolmay qoldim mashina tushunishim bo'yicha cho'kib ketdi. Ana endi esa biz navbatni TNTli mashinalarga beramiz. Davay obunachilar, olma yeymiz va TNTni Let's go. Ichiga o'tirib olamiz. Let's go obunachilar. Wow. Albatta videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Unda men bugungi videorolikni tugatdim obunachilar.